barchaga. Men yana Tigr Usmon. Bugun Minecraftda speedrun bo'lishni ko'rsataman va qanday qilishni ko'rsataman va nima qilishni mana xatni ham ko'rsataman. Birinchi kamerada xatni so'ng o'qib beraman. Mana shular. Mana moblarning birinchi crafting reseptlarini yoddan bilmak. Moblarning harakatini va ularning hujumga chiqish vaqtlarini tanimak. Damag'i boss crit hit ya'li mexaniklarni tushunmak. Ikkinchi qiyiqchoq va loot. Speedrunda vaqt yitirmaslik uchun tovuq, qo'nur, do'ng'iz, qo'yin ya'li tez emit bergan moblarni topmak. Villager loot beads food iron golemdan demir olmoq. Shipwreck portal yasamoq. Obsidiandan tez tanimak. Ya'li portal ya'li yerda tez tanimak. Bastion tez almag'i yo'l. Fortress rank bliss root tez to'plamoq. Netherite gram koordinatalarini to'g'ri ulanmoq. Piglin barter ender pearl olmoq. Blaze farmed blaze rod to'plamoq. Triangulating usuli bilan Ace of Ender orqali Stronghold 1-2 atmog'i topmoq. 12 Alchemy bu yerda bir mod bilan dragonni tez o'ldirmoq. Hotkeylarni ulanmoq, bloklamoq va blok berk tezligi. Duyunda eng muhim zot praktikadir. Duvimchiga havo yog'i bo'lgancha. Endi shuni video qilamiz. Bir boshdan o'zingiz o'qib olishingiz mumkin.